Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Bugungi mavzuyimizda sizlarga ozgina bo'lsa-da foydali bo'ladi deb o'ylagan bir mavzuyim haqida gaplashmoqchiman, ya'ni biznes modellar haqida. O'zim yaqin 1,5 yil, 2 yilga yaqin o'zim ham shaxsiy tadbirkorlik bilan shug'ullanishni boshladim. Ozmi ko'pmi aynan biznesga oid bo'lgan, o'zim marketing sohasidan chiqqanim uchun marketing, sotuv va uning ichidagi umumiy biznesga oid bo'lgan ko'plab narsalarni o'rganishimga to'g'ri keldi. Va shulardan bittasi biznes modellar haqida sizlarga gapirib bermoqchiman. Biz o'zimiz 2022-yili startup maktabida ustozimiz Akmal Fayziyevda o'qiganimizda bizga birinchi o'rgatgan narsasi shu biznes modellar bo'lgan. Ya'ni o'zi umuman olganda startapga kirishdan oldin yoki biznesga kirishdan oldin bilishinglar kerak bo'lgan birinchi narsa bu o'zi biznesdan qanaqa qilib pul topadi. Ya'ni biznes modelda biznes model nima deganda eng sodda javob bu biznesdan qanaqa qilib pul topadi o'zi. Ya'ni sizlar tasavvurlarda o'ylab yurgan bizneslar qanaqa qilib pul topadi, ya'ni nimani hisobiga ular daromad qilishadi. Shular haqida gaplashishga harakat qilamiz. Hozir men bugungi mavzuda sizlarga bir 10 ga yaqin biznes model turlari haqida va unga misollar berib o'tib ketishga harakat qilaman. Xorijiy kompaniyalar va o'zimiz O'zbekistonda ishlaydigan biznes modellar haqida gapirib o'tib ketishga harakat qilaman. Demak, unda boshladik. Xo'p, birinchi eng keng tarqalgan biznes modellardan bittasi bu retail model. Ya'ni retail model deganda chakana savdo tarmog'i asosida daromad qiladigan model tushuniladi. Ya'ni hammamiz bilgan, masalan, aytaylik, Zara kiyim do'koni. Zara kiyim do'koni bu retail modelda ishlaydi. Ya'ni u o'zi ishlab chiqaruvchi emas. Zara asosiy retail, o'zini brendi bor, Zara nomli brend qilgan va o'zi misol uchun Bangladeshda bo'lishi mumkin yoki qanaqadir Xitoyda bo'lishi mumkin yoki Turkiyada bo'lishi mumkin, o'zini narsalarini ishlab chiqarishni outsource qilib chiqarib yuboradi. Ya'ni o'ziga ish kuchini tashqaridan o'sha qildiradi va o'zini brendi asosida chop qilib, uni o'zini do'konlarda retail qilib Zara brendi asosida sotadi. H&M brendi ham bunga misol bo'lishi mumkin yoki O'zbekistonni qiyosga oladigan bo'lsak, misol uchun Korzinka ham haqiqiy retail model hisoblanadi. Ya'ni Korzinkani o'zini tovari yo'q. Endi mana yaqinda paydo bo'lishni boshlagan 365 nomli marka ostida o'zini brend narsalar chiqib keladi, lekin asosiy tovarlari bu boshqa ishlab chiqaruvchilardek. O'zini tarmoqlari bor, lekin bu yoqda odamlar ishonchli sifatda ta'minlab beradigan asosiy Korzinka bo'lganligi uchun Korzinkaga ishonadi va Korzinka o'zi har xil tanlovlar asosida mahsulotlarni tanlab oladi. Va shuni hisobiga o'zini polkasida sotgani uchun o'zini marjasini qo'yadi, foydasini qo'yadi va shuni asosida pul ishlashga harakat qiladi. Chet elda, misol uchun Amerikada eng katta mashhurlardan Walmart, misol uchun. Amerika va Meksikani o'zida dunyo bo'yicha Walmartda 10 mingdan oshiq nimalari bor ekan, do'konlar bor ekan. Korzinkaniga 100 tadan oshgan, adashmasam 150 ta jami. Shundaqa nimalar bor va bu o'sha bizga eng tanish bo'lgan biznes model. Ya'ni ular ustiga pul qo'yish hisobiga nima qiladi? O'zini misol uchun tovari yo'q, lekin deyarli hamma joydan oladi, qo'yadi va sotadi. Kitob do'konlari, misol uchun Qamar kitoblar do'koni ham retail modeliga asoslangan. Ya'ni o'zini kitobi yo'q, o'zini nashriyoti yo'q. O'zi o'sha nashriyotlardan har xil dilerlar bilan gaplashib, kelishib, kitobni oladi, ustiga pulni qo'yadi va o'zini brendi bo'lganligi uchun sotadi. Xohlagan kitobni sotadi. Misol uchun auditoriya talab qilganini yoki o'zi brend kuchi bo'ladigan bo'lsa, o'zi tavsiya qilgan narsani odamlarga sotadi. Ustiga o'zi xohlaganicha nimasini qo'yadi, marjasini qo'yadi va shu orqali biznes pul topadi. Va shu eng mashhur bo'lgan modellardan retail model hisoblanadi. Undan oldin ham eng mashhuri o'zi bu ishlab chiqarish modeli hisoblanadi. Ya'ni o'zi ishlab chiqaradi mahsulotni va sotadi. Misol uchun Akfa bo'lishi mumkin, Imzo bo'lishi mumkin, o'zlari ishlab chiqarishadi. Akfa nimalarda Artel bo'lishi mumkin, o'zlari ishlab chiqarishadi. O'z distributorlar orqali, har xil agentlar orqali o'zini rasmiy showroomlar orqali tovar sotib olishadi. Xo'p, ikkinchi mashhur bo'lgan nimalarni, modellarni bu obuna modeli, ya'ni subscription modeli deyiladi, podpiska modeli deyiladi. Ya'ni odam, misol uchun mana qo'limda turgan Whoop brasleti ham bu o'sha obuna modeli asosida qurilgan biznes modelga asosan sotiladi. Misol uchun, ya'ni buni produkti bor, aniq bitta, lekin uni har oy davomida siz to'lab borishingiz kerak. Ya'ni produktni bittagina sotib olmaydi, har oy $30danmi yoki bitta sotib oladigan bo'lsangiz arzon tushadi. O'shanaqa qilib obuna modeli asosida sotadi.
Ularning biznes modeli shunga asoslangan. Yoki misol uchun Netflix bo'lishi mumkin. Netflixda ham o'zining nimasi bor, obuna modeli bor, obuna modelini sotib olasiz. Yoki ChatGPT bo'lishi mumkin. Misol uchun ChatGPT ham obuna modeli asosida pul topadi. Qancha ko'p foydalanuvchi foydalansa, shuncha ko'p daromad qiladi. Bittada uni sotib olgandan keyin obuna modeli asosida foydalaniladi. Yoki har xil Telegram kanallar bor. Masalan, Telegram kanallarda obuna modeli asosida obuna bo'lasiz, ma'lumotlarni olasiz, boshqa qilasiz va hokazo. Bu ham shunga kiradi. Yoki YouTube'da ham ma'lum bir funksiyalar bor, obuna modeli asosida ishlaydigan. YouTube'da uni plus versiyasini sotib olsangiz bo'ladi-yu. O'shanaqa bo'lishi mumkin. Yoki Telegramda o'zini plus nima versiyasi, premium versiyasi. Premiumda ham xuddi shunaqa obuna modeli asosida pul ishlaydi. Ya'ni Telegram yillar davomida tekinga ishlab kelgan va hozir obuna modelining o'zidan, misol uchun, anchagina daromad qiladi. Undan keyingi model bu e-commerce model. Ya'ni e-commerce elektronniy o'sha tijorat modeli. Buning ichiga kirish mumkin. Misol uchun Amazon bo'ladi, O'zbekiston miqyosida Uzum bo'ladi. Ya'ni bu как bitta platforma sifatida faoliyat yuritadi, o'zining tovari yo'q, lekin mijoz bilan nimani sotuvchini o'rtada bog'lab beradi. O'rtadagi ko'prik sifatida bog'lab beradi. Ya'ni misol uchun Uzumda sotilayotgan aksar tovarlarda juda ko'pchiligi misol uchun O'rizodan olingan bo'lishi mumkin, Abu Sahiydan olingan bo'lishi mumkin, lekin Uzumda sotiladi. Uzumda oluvchi ham Uzum marketdan kirib turib narsani oladi. Amazonda ham xuddi shunaqa. Ya'ni misol uchun u yoqda foydalanuvchi bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqot qilish ham shart emas. Bu biznes modelni nima qilganlar? Qurganlar. Undan keyingi model bu freemium model deyiladi. Ya'ni siz ko'rasizki, u platforma, misol uchun texnologik platformalarga mos tushadi. Bu freemiumda siz uni hech qanaqa pul topmayapti deb o'ylaysiz. Tekinga ishlayapti deb o'ylaysiz. Misol uchun aytaylik, mana Telegram ham freemium modelda ishlagan oldin. Telegram ancha yillar davomida tekin ishlagan, hozir ham tekin ishlaydi, lekin Telegram bu degani daromad qilmaydi degani emas. Telegramda o'zini alohida bitta o'sha podpiska modeliga mos tushadigan modelda pul topadigan yo'nalishi ham bor. Yoki Canva bo'lishi mumkin. Canvada ham o'zini alohida pullik tekinga foydalanaverasiz, lekin pullikka ham o'tib ketsangiz bo'ladigan nimalari bor, joylari bor. Yoki Zoom bo'lishi mumkin, Zoom platformasi bo'lishi mumkin. Undan keyingi model bu o'sha franchising modeli hisoblanadi. U misol uchun hammamiz bilgan o'sha McDonald's bo'ladimi, KFC bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi, bir marta to'liq tizim yaratiladi, bir marta to'liq standart qilinadi, hamma narsa to'liq upakovka qilinadi, to'liq loyihalashtiriladi va ana shu narsa qolgan joylarda ketma-ketlikda sotilishni boshlaydi. O'zbekistonda ham franshiza modeli asosida kengaygan bizneslar ko'p. Unaqalarga misol, ular ham xuddi shunaqa bitta tizimda, bitta brend nomidan foydalangan holatda ochilishda davom etadi. Undan keyingi yana bitta model bu komissionniy model deyiladi. Ya'ni komissionniy modelda misol uchun Airbnb'da hech qachon o'zini uyi bo'lmagan, birorta uyi yo'q. Airbnb uy beruvchilar va uyni arendaga oluvchilarni o'rtada bog'lab beradi. Lekin hamma o'rtadagi nimani, riskni, o'rtadagi xavfsizlikni sifatida Airbnb bo'yniga oladi va mana shu tarafdan ham Airbnb har bitta ijaraga olingan uydan o'zining komissiyasini oladi. Misol uchun chet elga chiqqanda sheriklar bilan, hamsafarlar bilan qanaqadir narsani uyga olmoqchi bo'lsangiz, misol uchun $70 bo'ladigan bo'lsa, $77 to'laysiz va $7 bu yerda sizdan oladigan komissionniy puli ham bo'ladi, mijozdan ham, ya'ni uyni egasidan ham oladigan o'zining komissionniy modeli bo'ladi. Ya'ni komissiya olib qolishi evaziga bu o'rtada xizmat nimasini bog'lovchi agregator sifatida ishlagan bo'ladi. Yoki undan tashqari nima ham bo'lishi mumkin? Misol uchun Yandex.Taksi ham komissionniy nimaga ham tushishi mumkin, modeliga ham tushishi mumkin. Chunki Yandex ham xuddi shunaqa taksistlar bilan nimalarda o'rtada bog'lab beradi, haydovchilar, taksistlar bilan yo'lovchilar o'rtada bog'lab beradi va shuning hisobidan taksilardan komissionniy model olishga harakat qiladi. Yoki bu bitta modelga ham tushunishi mumkin, ya'ni dynamic pricing model deyiladi. Bu o'sha misol uchun Yandexga o'xshagan agregatorlar, misol uchun Uber o'zi haydovchi emas, lekin narxlarni algoritmini nima qiladi? Shunaqangi nimalar ham bor-ku. Yandexda zaratingiz kam qoladigan bo'lsa, narx ko'tarib yuboradi deyiladi, yoki qanaqadir yomg'ir yoqqan paytda pikka chiqadi narxi, yoki probka misol uchun soat 5 dan boshlab soat 8 gacha probka boshlanadi, yoki ertalab soat 6-7 dan to 10 gacha bo'lgandagi narxlar nimasi algoritmi o'zgaradi. Bunda ham o'sha dinamik tarzda uni nimasini o'zgartiradi. Yoki misol uchun Tesla'ning ham o'zining nimasi bor, modeli bor. Tesla o'zi umuman mashina sotadi, to'g'ri, lekin mashinadan tashqari yangilangan versiyasi bo'lsa yoki qanaqadir narsani
ochib yuborish yoki даже tezlik bo'lsa, o'sha tezlikni qanchadirga oshirib yuborish uchun ham alohida o'zini abonentskiy to'lovi bo'ladi. To'lovni qilgandan keyin u dostupdan ochiladi asosiy sistemada. Shunga ko'ra ishlashni ham boshlaydi. Bu ham bitta misol uchun biznes model yoki Apple'da o'zini biznes modeli, ekosistem modeli. Apple'da o'zida turli xil mahsulotlar bo'ladi va hammasi bitta ekosistemaga ulangan. Ya'ni bitta o'sha Apple'da o'zining iOS sistemasiga, iCloud sistemasiga ulangan bo'ladi. Hamma narsasi bir tizimda ishlashni boshlaydi. Ya'ni misol uchun siz iPhone oldingizmi, demak keyingi navbat bu AirPods'ga. AirPods oldingizmi, o'sha keyingi navbat Apple Watch'ga. Apple Watch oldingizmi, o'sha keyingi navbat MacBook'ga. MacBook ham oldingizmi, undan keyingi navbat yana boshqa narsasiga ulanib ketaveradi. Chunki Apple shunaqangi ekosistema o'zi yasagan. Undan tashqari misol uchun yaqinda mana bitta o'zim O'zbekiston holatida shunaqa biznes model eshitdim. Adashmasam Buxoroda yo Samarqandda, Buxoroda dedi, shunaqangi bitta supermarket ochilibdiki, u supermarketni asosiy beradigan nimasi dehqonlardan boshda aytganimiz retail modelda tovarlarni olib keladi. Tovarlarni olib kelgandan keyin supermarket o'zining narxini qo'yib turib sotuvga chiqaradi. Lekin ular qanaqangi model qilganki, supermarketga dehqonlardan o'sha kelgan tovarlar o'z narxida sotiladi deyilgan. Ya'ni misol uchun dehqondan 5900 so'mdan kartoshka olgan bo'lsa, o'sha yerdan 5900 so'm sotiladi. Lekin u joyga kirishdi to'lovi bor, ya'ni aynan o'sha supermarketga kirib narsa sotib olish to'lovi bu obuna modelga ulangan. Ya'ni obuna modelga deganda misol uchun u yerga kirish, misol uchun aytaylik oylik to'lovi aytaylik 60 ming so'm. Bitta odam 60 ming so'm to'laydi, kirib qayta o'zining narxida, misol uchun limit qo'yib qo'yilgan bo'ladi, o'sha limit narxida olaveradi. Bu ham misol uchun qiziq, juda ham biznes model. Ya'ni bu narsalarni aytishdan misol uchun yani O'zbekiston sharoitida ham aytaylik, Iman oladigan bo'lsak, u qanaqa modelda ishlaydi desak, misol uchun Iman bitta texnologik zo'r platforma. Bu yoqda misol uchun Imanda o'zini nimasi yo'q, o'zini puli yo'q. O'zini puli yo'q deganda, ya'ni sarmoyani to'liq o'zi kiritilmagan. Bu yoqda sarmoyasi bor bo'lgan odamlar bor bir tarafda va sarmoyadan foydalanishga ehtiyoji bor bo'lgan bu yoqda boshqa toifa odamlar bor. Ya'ni Iman o'rtada sarmoyadorlar va sarmoya oluvchilarning o'rtada birlashtirilgan asosiy texnologik platforma sifatida turadi. Ya'ni asosiy boshqaruv ham, asosiy javobgarlik ham bularning bo'ynida turadi. Ya'ni bu yoqdan sarmoyadorlar pul tikadi. Aytaylik misol uchun Iman sarmoyadorlar jalb qilishga ham alohida marketing qiladi. Ya'ni sarmoyadorlarga alohida marketing qiladiki, yillik misol uchun 25% dividend beramiz yoki 20% dan ortiq dividend chiqdi bizning nimalarimizga, sarmoyadorlarimizga deb reklama qiladi va sarmoyadorlar qiziqib sarmoya tikadi bu yoq. Va Iman bu yoqdagi sarmoyani bu yoqda o'sha sarmoyadan foydalanishga ehtiyoji bor bo'lgan soha yo'nalishlarga pul tikadi. Misol uchun bu o'sha hammaga mashhur bo'lgan BNPL modeli, ya'ni Buy Now Pay Later degan modelga pul tikadi. Misol uchun siz Texnomartdan narsa olmoqchisiz, Iman orqali halol nasiya narsasini olishingiz mumkin. Misol uchun bitta konteyner olasiz, halol tarzda Iman bilan shartnoma qilasiz. Iman sarmoyadorlarning pulidan olib, buni aylantirib o'rtadagi boshqaruvni javobgarligini oladi. Ya'ni shuni hisobidan bular o'zlariga pul ishlashadi va sarmoyadorlarga pulni chiqarib beradi. Ya'ni model shunaqa ishlaydi. Yoki misol uchun developerskiy kompaniyalarda ham xuddi shunaqa. Misol uchun developerskiy kompaniyalarda aytaylik Murad Buildings hamma uylarni to'liq hamma joygacha misol uchun o'zi g'ish quyib o'tirmaydi yoki o'zi armatura to'qib o'tirmaydi. Eng yaxshi nimalarni orasida tender o'tkazadi, eng zo'rlarini chaqiradi, eng zo'rlarini tender o'tkazadi. Eng zo'r kim armatura to'qiydi masalan. Eng zo'r kim nima qo'yadi, beton qo'yadi. Davay nimadan o'tkazib, tenderdan o'tkazib, qaysi biri eng zo'r qiladigan bo'lsa va eng qulay narxda qiladigan bo'lsa, uni o'sha ishni qildirishadi. Murad Buildings bu yoqda asosiy javobgarlikda Energy bo'ladi, asosiy javobgarlikda ular o'zlari bo'yniga olishadi. Ya'ni developerskiy tarzda ular proyektni to boshidan oxirigacha bitishini nima qiladi? Ya'ni u uchun alohida o'zlarining quruvchi shtabi bo'lishi, alohida nima bilan suvoq bilan ishlaydigan shtabi boshqasi bo'lishi shart emas. Ular shunaqa biznes modelda nima qilishadi? Ishlashadi. Bundan boshqa qanaqa biznes modellarga misol keltirsa bo'ladi? O'quv markaz modellari ham, o'quv markaz modellarida ham o'quvchi bir tarafda turgan bo'ladi, bu yoqda o'qituvchi dars bera olmayotgan bo'ladi va bu yoqda o'quv markazi o'rtaga tushadi, menejmentini qiladi, marketingni qiladi va o'rtada bitta nimani bog'lab berganligi uchun o'ziga pul topish modelini topadi. Ya'ni bu narsalarni aytishdan asosiy maqsad marketolog odam biznesni qanaqa joydan qanaqa qilib pul topishini, daromadini, qayerdan kelishini, lineykasini tushunib olsa, marketing qilishi nisbatan osonroq bo'ladi. Chunki biladiki, qayoqqa ursa qanaqa pul kelish mumkinligini.
Ya'ni o'zini biznes o'sha ishlayotgan yo'nalishini qayerdan pul topadi, nimani hisobiga pul topadi bilib olsa, unga marketing qilishi nisbatan osonlashadi, ham tushunarliroq bo'ladi va ham samaraliroq bo'ladi. Shuning uchun ushbu videoni ko'rayotganlarga agar siz o'zingizni biznes modelingizni qanaqa o'zingiz ishlayotgan loyihani qanaqa qilib pul topishini bilmasangiz, uni yaxshilab chuqurroq o'rgansangiz, qanaqa shunda unga tuzadigan marketing strategiyangiz, uni ishlatadigan sotuv strategiyalaringiz yana samaraliroq bo'ladi. Chunki qaysidir bir bizneslar bo'ladiki, biz o'zimiz bilmasdan, masalan, biznes modelni to'liq tushunmagan bo'lsak, biz tashqaridan ko'rinadigan joyiga e'tibor berib o'tiraveramiz, lekin asosiy daromad oqimi orqa fonda bo'ladi. Misol uchun, aytaylik, ba'zi bir joylarda bo'ladi, ko'chadagi odamlarga donalab sotgandan ko'ra katta bu yoqdagi nimalarga B2B tarzda boshqa odamlarga katta ob'yomda sotishni foydasi ko'proq bo'lishi mumkin. Ya'ni biznes model bunda bo'lishi mumkin. Shunaqa nimalari bor. Hozir masalan eng avj olgan biznes modellar o'sha qurilish materiallarini sotadiganlar ham aytaylik oldinlari o'zlari Xitoydan olib kelib boshqa qilishayotgan bo'lsa, hozir o'zlari yoki zavod ochishgan bo'lsa, bu yoqda hozir zavod ham ochishmayapti. Xitoyga borib, Xitoydan zakaz qilib, o'zini logotipini yopishtirib, o'zini brendini yopishtirib, o'zini tovar sifatida bemalol bu yoqda sotirishyapti. Bu ham bitta biznes model, ya'ni bu ham bitta pul topishni nimasi? Yo'nalishi. Qisqacha aytganda shu, o'zingizni biznes modelingizni qanaqa qilib pul topishini tushunib olsangiz, qanchalik qayerga ursangiz ko'proq effekt berishini bilib olsangiz, shuncha ishingiz osonlashadi va natijangiz ham shunga yarasha yaxshilanib boradi. Hozircha shu menda video yoqdi degan umiddaman. Yoqqan bo'lsa like bosinglar, komment yozinglar, obuna bo'lmagan bo'lsa obuna bo'linglar. Bu kanalni yangi ochdim. Keyingi videolarda albatta bundan ham foydaliroq va undan qiziqarliroq mavzularni yoritib berishga harakat qilaman. Hammaga rahmat.